Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Do'stlar, 9 oxirida 500 kvadrat metr Tashkentskiy loyihada katta hovli joyimiz sotib chiqdi. Yashalmagan yangi hovli joy do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, reshotka ограждениялар qilingan bo'ladi, pridvижной etib, chiroyli ochilib beklanadi. Kanalizatsiyalar tashqi qismidan chiqarilgan bo'ladi do'stlar. Yo'l atizlari bastiyashga proxodlar qo'yilib, brushotkalar döşalgan katta darvoza eshigimiz hozir guvohi bo'lasizlar. Ichanda zo'r tomoni bor. Layklarni bosib, o'tirib bermasdan videomizni kuzatinglar do'stlar. Ajoyib joy. Konditsionerlari bak va plastik romanam sifatlisini ajoyibini o'rnatib qo'ydilar. Giring, girsak shuning bir hovliga girish xod etib qo'ydilar. Mramor döşalgan, ko'rkalar ishlangan, fasadlar, xullas kolonnalar tashlangan. Bu yerda xonadonimizga girish eshiklari ajoyib eshiklar. Bir de podvalni porchishkalari, podval ham bor bu yerda. Bunda rakovina ham tashlab qo'ydilar. Yana shuning hovli do'stlar. Stashka proxodlar qo'yilgan, yubkalar ishlangan, baland zaborlar, biralar tashalgan bo'ladi. Bu yerdan bir spalnyamiz bor, bilasizlar, Tashkentskiy loyiha degandan keyin sanuzellari bor, hojatxonalari bor do'stlar. Bu yerda kanalizatsiyasi ham shura chiqarilgan, atizlari bor. Bu yerda podvallar, bir yandan obzorni qilib ketaveramiz. Keling. Stupenkalar mramorlardan do'stlar. Ko'rkalar ishlangan. Yurtdoshlar xonadonimiz dum ajoyib, ideal holatda o'zim yashayman deb qurgan mulk egasi Toshkentda yashaydi ekan. Ayrim bir yaxshi sabablarga ko'ra sotib qo'ydi do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Girsak, shu yerda teplый pol oyoq ostimizda qilingan bo'ladi. Do'stlar, bu yerda girgandan bu yerdan ko'rsatib bering. Bu yerda rakovinalarimiz, ko'rib turganingizdek, bu yerda prихожий mebel, Wi-Fi dostupni. Patologlar ham qaratib bering, chiroylatib ishlab qo'ydilar. Bu yerda galinbiylarimiz uchun kuxnya ostida podvali bor do'stlar, keling. Kuxnyada kuxnya mebel, gaz plita, посудомоечный, fartiqlar urilgan. Bu yerda pandos deyman, nima deydi buni? Bu yerda chiqish, girish xodlari ham bor. Bu yerda yana bir spalni tashalgan do'stlar. Bir qaratib bering. Laminat döşalgan, teplый pol, aboylar, perdalar taqilgan. Ya'ni bir plita bilan bosilgan oyoq ostimiz do'stlar, bir TV zonasi, aboydan chiqib turibdi, patologlar ham ajoyib, lyustra освещениялар bilan. Bu yerda mana eshiklar, ajoyib eshiklar, o'zim yashayman degandan keyin sifatli eshiklardan qo'ygan ikkili. Zalimiz do'stlar, perdalar taqilgan, ramshek stolundan ish foydalanilgan, yog'och pol bo'ladi. Balandligi 4 metr do'stlar. Ya'ni daborlar ham ishlangan bu yerda. Yog'och pol laqlangan. Bu yerda sanuzellar разделный, bu yerda hojatxonamiz bo'ladi. Gigiyenistisi bor, tahorat olishlik uchun unitazi. Vычка demoqot, girish eshiklari, akvaplastikdan rombik aynalar. Bu yerda yana yuvinish xonasi, sanuzel vannasi, rakovinasi, kafellar urilgan. Ko'rishingiz mumkin, полотенцесушитель. Aresonlar bor. Bu yerda yana bir xonamiz do'stlar. Yurtdoshlar, dim ajoyib, zo'r lokatsiyadan sizlarga Tashkentskiy loyihada hovli joy. Keling, endi bu yerni kuzatamiz. Bu yerdan bir xonamiz bor. Aynasi bog' tomoniga qaragan, isitish tizimlari keng tushgan xona, balandligi ajoyib, yog'och pol, perdalar, isitish tizimlari zo'r. Dalshi kuzatamiz. Do'stlar, o'tirib bermasdan kuzatinglar, qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. Ilohim Alloh taolo hammangizni shunday bir ajoyib xonadonlarga yetirsin, bizlarni sababchi qilsin do'stlar. Zo'r Tashkentskiy loyiha. Bog' tomonlarida bu yerda yana ko'rsatganimiz kuxnyadan chiqish girish xodlari, podvallar ham bor do'stlar. Podvallarni bir ko'rsatib bering. Stupenkalar qo'yilgan. Podval plita bilan mosllangan. Shunda bir xonamiz bor. Shvakilovkadan chiqib turibdi. Даже TV zonalarni ham kabel kanallarga tashab qo'yibdi. Stashka qilingan. Bu yerda yana bir xona do'stlar. Biz bu uyga kerak bo'ladi. Suv nasos, suv filtrlar shu yerda stashkalari qilingan. Oluvchilarga nasib etsin, xonadonni yashayman degan maqsadda shunday bir chiroylatib qurib qo'ydi ekanlar. Shu yerda yana gaz toshga tashalgan barbekyu zonasi ekan bu. Letniy kuxnya aytib berasizlar. Xudo xolasa, bu yerda yana bir hojatxona. Zo'r mehmonlar kelganda shuni o'tiraverasizlar. Hojatxona endi ichkarisida o'ziniki bor. Bu yerda yana bir xonamiz. Do'stlar, birodarlaringizga ham vaqti bu yerda o'tirib tashkillarda foydalansa bo'ladi do'stlar. TV zonalari, perdalar taqilgan, döşalgan yurtdoshlar, isitish tizimlari bor. Bu yerdan yana bir xona, ishlarda tushgan, lekin sanuzeli bor bu yerda do'stlar. Dim ajoyib, dim zo'r, holatini gap yo'q, foydalanilmagan. Endi qo'ldan kelgancha obzor etdik, yurtdoshlar yaqinlarga ulashinglar. Katta 500 kvadrat metr hovli joyimiz sotib chiqqan. Barcha sharoiti bilan inshaalloh. Kelsangizlar guvohi bo'lasizlar. Xonadonimizni bu yerda naveslarini ham sifatli materiallardan, ya'ni buzilib qolmaydigan o'qiylar. Xullas, narxini loyiqmi? Ekranda yozdik narxini. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringlar. Hozirgi kunda 200 kvadrat metr hovli joylarning bahasini chiqardik inshaalloh. 500 kvadrat metr oluvchilarga nasib etsin, obunachilarimizga nasib etsin. Kimki o'z ko'chmas mulkini sotib olib bo'lsa, bizlar bilan bog'laninglar. Srochni sotish kerak bo'lsa, biz sotamiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling, oluvchilarga nasib etsin.